do'stlar. Katta imkoniyatga ega bo'lgan ana shu uyimizni sizlarga obzor qilaman. Mana orqa tomondan bundan ko'rinishi mana. Ana shu yerga uy-joy qilsangiz ham bo'ladi. Mana 2 etaj uyga imkoniyatlar bor. Ana shu orqa tomoni bir ko'chaga qaraydi. Yonboshidan ham yana bir ko'chaga qaraydi. Bunga qarag'an mana uylarimizning darvozalari qarab turibdi. Shuna endi bog'ining ichiga kiramiz. Buning yon tomonidan ko'rinishi mana uzunligini ko'rib turibsizlar, katta hovli joy. Ana shu kirgan joyimizda bog' tomonida hovli joy qurishimiz mumkin 2 etajli. Ana bog'larning ko'rinishi kotelniy. Endi asosiy uyga kiramiz. Orqa tomondan kiryapmiz do'stlar. Kuxnya. 4x4 kuxnyamiz bor mana. Kuxnyadan to'g'ri sanuzelga kiramiz. Sanuzellarimiz mana Euro remont stilda qilingan. Ajoyib chiroyli uslubda. Mana vannalari 90 ga 90 qo'yiladi. Ayniqsa bu yerda 1,5 ga 1,5 katta vannalarimizdan iborat bo'lsin. Kuxnyamizda kuxinli garniturlar qoladi o'rnida. Orqa tomondan kiyatimiz mana do'stlar, yana bir eslataman, bu terrasa. Terrasadan o'tsak mana katta uzun dalon tashqariga chiqib ketadigan yo'limiz bor bu yerda. Bu yerda mehmonxonaga to'g'ri keladigan yotoqxonamiz, katta yotoqxonamiz bor. Undan bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, yana bir Osiyo uslubida mehmonxonamizga kirdik do'stlar mana. Remontlarni ko'rib turibsizlar, ajoyib Euro stilda. Ikkinchi tomonga o'tadigan bo'lsak, yonida yotoqxonasi joylashgan. Jihozlar masalasida o'zaro kelishib olasizlar do'stlar. Yana dalonga chiqamiz. Prixojilar qoladi, yerda pardalar qoladi, mebellarda o'zaro kelishasizlar. Mana yana bir katta maydonli mehmonxonamiz, bu 10 ga 5 bo'ladi do'stlar. 10 ga 5 ana stillari Euro stilda. Bundan ajoyib mehmonxona. Shu mehmonxonaning o'zida yana mehmonxonamizning yana bir bo'lagi bor. Mana bu yerda da ajoyib Euro stilda remontlar qilingan. Mebellar bilan chiroyli qilib o'zini mos qilib qo'yilgan. Bu jami 726 metr kvadratdan solingan joyi, yashash maydoni 348 metr kvadrat solinib turibdi do'stlar. Endi tashqaridan ko'rsataman. Uyimizning umumiy tashqaridan ko'rinishi mana. Bu O'zbekiston ko'chasi Urganch-Gurlan yo'lga ana ulanib turibdi. Hovliga kirishimiz. Hovliga kirganimizda mana katta dalon, prixojilar. Euro stildagi ajoyib uyimiz mana. 99 ming dollar deymiz do'stlar, bahasini 99 ming dollar. Kelib ko'rishingiz mumkin. Garajimizda 2 mashina sig'adi do'stlar. Garajimiz ham Euro stilda remont qilingan. Telefon nomerlarimni ko'rsatib qo'yaman. Silkalarimni ko'rsatib qo'yaman. Kirsangiz yana ko'proq uy-joy yerlar haqida ma'lumotlar